Nima bilan operatsiya qiluvdik erizni? Parapiraktiv. Parapiraktiv. Qachon? Noyabr oyiga. Ha, noyabrga. Yaxshimilar hozir? Ha, yaxshi. Men xursandman, yo'lga tushgan bo'lsangiz, yana kirib rahmat aytish uchun kelganmisiz? Bor edi. Gemoroyimiz yo'q ketdi. Yaxshi, xursandman. Yaxshi, zo'r doktor. Xo'p. Shunga baraka toping kirib, agar shu tarafga o'tsang kirib rahmat aytib qo'ydi. Kirib rahmat aytaydi. Xo'p, sog' bo'ling. Salom ayting. Xo'p, rahmat. Toqqa olib chiqamiz. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qozog'iston qalay? Joydan? O'zingiz qalaysiz? Zo'r. Bezovtaliklar yo'q. Yaxshi ancha. Bezovta yo'q, hammasi o'tib ketdi. Og'riqlar o'tib ketdi. Shu 20 kundan keyin ko'rinishga keldi degandan keyin. Kista joyi qalay? Kista joy Ozgina qolgan. Ozgina qolgan. ha, tortilyapti, biroq rana bu yoqdan yopib kelayotgan bo'lsa, bu yoqdan bitta kichkina parez tushib qoldi. Hech narsa qilmaydi. Ha, o'zi ko'ramiz, hal qilamiz. Switchchi. Switch yo'q bitti. Yo'q bo'lganda уже. Deyarli уже bilmayapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasizmi? Tojikistondan? Ha, o'tiring. Ha, rahmat qildim. Nimaga? Nima bo'lyapti? Короче, treshindami, gemoroymi bilmayman. Aha. Ketdi, bo'ldim, 8 yil bo'ldim, 10 yil bo'ldim, o'zim ham bilmayman. Shu og'riq bor. Qaysi payt og'riq bor? Hujjatga chiqsam. Necha soat og'riydi? Shishga chiqadi. Shishga katta bo'lib chiqadimi? Katta bo'lib chiqadi. Og'riydi. Tiqib o'rasizmi? Tiqib o'rasizmi? Yo'q, o'tiraman, kiradi birozdan so'ng. Yo'q, uxlayman, kiradi. U qonaganda tomchilaydimi yo shpritsda sepganda napor bilan o'tadimi? Shpritsda sepganda ham bo'ladi. Tomchilaydi ham keyin. Ba'zi hozir qonash yo'q, lekin mana shu ba'zi bo'lmaydi. Keyin bir qonaganda to'xtaydi shu. Kiringchi bir ko'raylik. Sizdan gaplashuvga adashmasam, ha? Shu muammoda o'sha narsa. Nima bo'lyapti? Og'riqmi, qonashmi? Qonash yo'q, endi ba'zida bo'lib qoladi qonash. Og'riq bor. Og'riq bor. Hojatga chiqqandami? Endi o'tiradi, bu chiqmaganiga o'tirib turadi. Tugunga o'xshash nimadir chiqib qoladimi, yo'qmi hojatdan? Doimiy bor. Ha, u doimiy kirmaydi ham. Ha, undan tashqari kattalashmaydi hech narsa lekin. Hojatdan keyin kattalashmaydimi o'sha hojatdan keyin? Hech e'tibor berganim lekin doimiy borda. Ha. Qani bitta ko'raylikchi. Asosiy og'riq qaysi payt hojatdan keyinmi? Ha, bo'ladi, boshqa paytda ham bo'lib turadi. Yo'q, yo'q, o'zi kuchayib ketishi hojatga bog'liqmi demoqchiman. Kiringchi bitta ko'raylik. Bu gemoroy emas. Bu gemoroy emas. Bu switch deyiladi. Sizda nimadir sabab bo'lganda ichingiz qotib qolib, xuddi mana shunaqa yirtilib qolgan. Treshna bo'lib qolgan. Ichida yirtilish bo'lyapti. Siz yuravergansiz, e'tibor qilmagansiz. Ozgina qonasa ham, ozgina achisa ham e'tibor qilmay yuraverasiz. Bu narsalar yo'q, 2 yildan beri. Unaqa bo'lgan paytda yomon azob. Ha. O'shanaqa bo'lgan. Xullas sabab bo'lib, mana shu yirtilgan joydan axlatda infeksiya tushib qolganda, yiringlar terini yonidan, mana bu tomonidan buni teshib chiqqan. Shu uchun so'raganim sababi axlat tursigingiz namlanib qoladimi? Suyuqlik yoki ozgina axlat qoldiqlari chiqib qolishi mumkin o'sha chunki o'sha joydan chiqib qoladi chunki. Nima bezovta qilyapsiz? Shu orqada og'riq bor. Qachondan beri? 3-4 kun bo'ldi-da. Shishchi. Shish ham bor ozgina. Temperatura qilmadingizmi? Yo'q. Aha, ikkinchi. Nima qildingiz yana? Keyin asosan ertalab odat bo'lib qolgan, kattasiga ishga chiqaman. O'shanda bo'lib og'riq bilan boraman, qaytib kelaman, boraman, qaytib kelaman. Ha, hojatga chiqolmayapsiz. Og'riq bo'lgani uchun. Bo'linib kelyapti. Qani Kuni bo'yi ham og'riq. Hozir mana nima deydi, og'riq qoldiruvchi bilan yuribsiz. Bitta ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Aka, o'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Bezovtaliklar yo'qmi? Yo'q, Hammasi yaxshimi? sizlar. Bezovtalik yo'qmi? Yo'q. Turib, ko'chaga ham. Kelmayapti, ichmayapti. Kecha bo'ldingizku, kecha krizma bo'lgansiz. Kechroq keladi yoki ertaga keladi, xo'pmi? Hali ichim uchatadigan berishadi. Shuni ichasiz. Yordamlashamiz. Ichingizni keltirib olishga, xo'pmi? Bolalar terasga qilib qo'yishdim. Ha, qo'yasiz. Ha, bo'ldi. Aytib turishadi. Nimadir o'zgarish bo'lsa sira aytishadi. Buni bir o'zingiz ko'rib qo'ying deyshadi. Xo'pmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor, yaxshimisiz? Rahmat. Salom. Kim narushение qildi? Sigaret chek. Sigaret chekka ketdi. Sigaret chekka ketdi. Video o'tirib qoldi-da, shunga aytganim. Nima? Chekmang. Chekmayman. Chekmang. Chekmaysiz? Endi tashlasanglar bo'ladi. O teşhis vardı. Chakkaningiz nima?
Qanday qilamiz? Yaxshimi? Qanaqa? Yaxshi bo'lsin. Ishga keldi. Yaxshi. Tabriklayman imtihonni o'tkazdim. Zo'r. So'ragan ish bo'ldi o'sha. Qanaqa zo'r. Ya, endi sal achishga bo'ladi. Kuchanish kerak ekan. Yo'q, ham kuchansa bo'ladi. Ko'pchilik qo'rqqandan kuchanmaydi-da, axlat o'sha yerga teshikka kelib tiqilib, taqalib, og'riq beraveradi, achishib yotaveradi. Kuchanmasa poyez o'tib ketadi. Bo'ldi shu. Qancha axlat jarohatga ko'p tegaversa og'riq bo'laveradi-da. Ichkarida jarohat bor, axlat tegib turaveradi chiqmasa. Tushib ketsa ya. U chiqib ketsin naborat. Chiqsin toza bo'ladi. Iliqqina suv bilan yuvsa bo'ladi. Iliq bilan suv bilan yuvib qo'yasiz, qolgan qutgan axlatlar ham toza bo'ladi. O'zi qo'yaveradi nimani? Achishni. Ani salfetkada artib, yuvib, manlarga qilib 3-4 marta odam yurgan narsani bildimda, elbasga. Yaxshi. Mana qildim. Lekin bitta apparatli qildim, to'g'risi. Anaqa hojatga kirib o'tganda, ani bo'lgan chaqirdim-da, men bo'z. Ha. Sal og'riq sen sal og'riqda og'riq qoldiradigan qilib deb qo'ydim deb keyin kirib oldim bemalol. Yaxshi qilsiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Hojatga kirishdan oldin 15 minut oldin bitta ukol olasiz. Ha, o'sha payt bitta olavering, qo'rqadigan bo'lsangiz agar og'riqdan o'zi kuchli bo'lmaydi. Endi hamma organizm har xil. O'sha ukoldan bitta olsangiz agar har nima bosadi. Lekin zo'r mazza qildim. Alloh shifo bersin. Yaxshilikka ko'rishaylik, gaplashamiz hali.